Assalomu alaykum. Qulpinoy ishqibozlari, Qo'qon Qulpinoy kanali manfaatli video tayyorlash davom qilyapmiz. Xudo xolasa mana klimat kontrolimiz ham tayyor bo'ldi. 8 metr 20 lik turba. Doj desa peydigan 3'i. Keyin setka 55%lik. Tepada paketni ustida ham bitta 55lik bor, paketni tagida ham bitta 55lik. Ikkita 55lik setka qildik. Chunki havo juda issiq, teplitsani 40 dan o'tib ketyapti. Ikkita qilmasak bo'lmaydi. Klimat kontrolimiz 1 soat dam olib, 1 soatda 2 minut yonadi. O'chadi, yana 1 soatdan keyin yana 2 minut yonadi. Mana shunaqangi holatga keltiramiz, relay olib kelib qo'yamiz. Xudo xolasa hozir relaysi yo'q. Ochib qo'ysangiz, o'zingiz qo'lingiz bilan bekitmagunizcha ishlab turaveradi. Buni afzallik tomoni shuncha Qulpinoyga laykada suv quymaysiz. Tepadan dojdek qilib sepaveradi suvni. 20 minut, yarim soat sepsa o'zi hammasi suv bilan to'yadi. Imkon bo'lsa har kuni berish kerak. Suvdan uzmasdan issiqda kunida issiqdan olib chiqib olish kerak. O'shaning uchun setkalarni ham 2 qavat qildik. Ichkari salqin bo'ldi. Qulpinoylar turadigan joy. Kim Qulpinoy ko'chat qilib turgan bo'lsa, mana shunaqangi klimat kontrol qilishsin, juda mazza bo'ladi. Ko'chatlar ham holati yaxshi bo'ladi. Keyin bularni sug'orishda ham qiynalmaydi. Kimga manfaatli bo'lgan bo'lsa, like tugmasini bosib podpisatsiya qilib qo'yinglar. Qo'qon Qulpinoyi ko'chatlarga zakaz olamiz. Alba Italiya sorti. Hammani dehqonchiligiga omad, sog'lik, salomatlik, sog' bo'lasizlar. Asosan suv bizga tog'dan keladi. Bo'lsa bizni Teplitsa.